Assalamu alaikum hurmatli YouTube görüşçüler. Assalamu alaikum Kadam Jay Жаңылыктар YouTube kanalının katılgıçları. Amansızlarбы? Barыңыздарды жеңиш байраңыңыздар менен куттуктаймын. Hurmatly görüşçüler, men azыр кыска гана bir жакшы видео тартайын деп чечтим. Себеби өнөрлүү адамдарды көргөндө менин bir кандайча илхам келет дегендей bir өзүбүздүн ишибиз менен, өзүбүздүн жумушубуз менен мурдаттан келе жаткан кесиптердин бири күзнес же болбосо темирчилик кесибиге ишибиз түшүп келдик эле азыр темирди алып. Ошол киши менен бир аз сүйлөшүп калдым. Бул жерде Жалалидин Ахмедов деген Исхак болуп аткан айыл өкмөтүнүн мурдаттан иштеп жүргөн bir жумушчусуга туура келдик, устага. Ошол кишинин устачылык өнөрү менен сиздерди тааныштырайын. Өтө кызыктуу. Бул сиздер көрүп турган жерлер Советтер Союзу учурунда Победа колхозу болуп турган, Халмион болуп турган учурда айыл чарба техникасынын скалаты болгон экен. Мындай техникалар туруучу Кушкоргон айыл чарба техника, сельхозтехника деп аталат эл ичинде. Ошол жерде ушундай темирчилик устаханасына жоготпой кармап калган агабыз келди. Assalamu alaikum usta. Esasınız yaxşыбы, тынчпысыз, işingizge bereke. Jabalın aka, bul önörдү siz kança yaşыңыздан beri arkalap kelesiz? Ben endi birinchi sinfda dadam olga kirib yurib, kolxozda dadam necha ishlaganida katta kirib yurib, armiyaga nima qilganman-da. Demek sizin atanız uşul temirchi usta bolgan da, uşul jerde ishlep ota kasbda. Kanchanchi avlod bunday? Siz kanchanchi pokoleniya avlod? Endi Atangızdan keyingile? Жақсы, жақсы. Armiyadan keldim, aşağı sirgusuyla kirganman 87-yil. 87-yili. Mana 87-yilda berishapti. Bul önördün özüçe bir kızıkçılığı barбы, gaşti barбы degендей? Gaşti bar. Man uchun o boshqa nima bo'lsa kerak, man uchun qiyin bu. Qiyin emas deng, Qiziqaman. Özünüz qiziqasiz ishi. Boshqa ishni nima qilolmayman deyman-da, bu ish o'rganib qolganman. Bundan başqa dagı kesipleriniz var, biroq uşuğu öte жақсы көрөсүз ekan. Shu. Bul hazır temirdi kız tutasызбы? İş jarayanını aytып берсеңиz. Kimman kız deyapsiz, endi qilsa olib şu qancha kerak ish kerak bo'lsa to'g'ri egamiz shuni. Bul hazır bu yerge kömür saldınız da, men bilishimcha. İlgari bunday bayağıday teriden körük boladi da, jana basıp. Hazır en teknikalaşıp ketdi. Bu mahalni unaqa ishlatmagan. Dadamlar dadamlar. İlgari doğru da. Hozir endi nima? Zamanda şirketde жақсы. Ne Soyuz mahalda salarka o'qilardi. Nimaga? Salarkada qiziqtilardi. Endi hozir ko'mir. Odam salarka ishlasa bo'ladi, endi o'ziga yarasha endi. Özüdey boldu. Ana özüdey boldu, жақсы. Bu ustaga biz kelgenimizin sebebi şu motoblokların şu bir detalı sındırla uşanı kayradan jasatkan geldik. Şu görüyorsunuz.
Malı usta kolda su atış gereğiydi. Ha. Bul otqa salgandan keyin urdingiz, iydingiz, endi suga salish kerakmi? Su atış gereği o'ziga temiriga qarab turib. Ha. Bul temirlarning markasi bo'ladi-da. Misol shular yarim po'lat. Jarim bo'ladi. Ha. Narigi risovsolar bo'lib, chist bo'ladi ular. Ha, rusordan Ularni naq bo'ladi. ozroq sug'orish kerak. Ha. Ko'p sug'orsa ular sinib ketadi. Aha. Bul hozir sinmay turgan bo'lib, qattiq bo'lib, yaxshi bo'ldi-da. Yegilib ketmaydi. Jaloliddin aka, bul yerda hozirgi meni ishimdan boshqa odamlar da kelib bir zakaz qiladi-da sizga. Qanday жұмыстарды atqarasiz? Ne ishlarni qilib berasiz? Bul yerda bir-ikki temirlar turadi. Ular ne? Kimlar qayriladi sizga ko'rak degandayda? Endi menga ko'proq traktorchilar, Aha. mana shunaqa stoykalarni remont qildiradi, yengdiradi. Ha, bular bayog'i jaraydigan soqa chiseldan stoykalari deng, ha? Bularni o'sha orqaga mo'pikalarni remont qilindi. Bular deng. Ha, buni deb yeyib beretkensiz-da, o'tqa solib. Dashoda qilib hammasini nima qilinadi. Aha. Endi lom pom odamlar xo'jaligi nimalar. Qaziq, lom. Shunaqalar olib berishadi. U bekorchi bahada lekin bozorga bu narsa qilib. Ha, trilli uchun bozorga ketmen, teshabirga jasaysiz o'zingiz, ha? Çok solib qilaveradi, yaqib chiqaveradi bu mahallada qilingan bo'ladi. Jaloliddin aka, bu ishingiz jarayonida, ishingiz yurishida bir qiziqli voqea bo'lganmi? Esday olasizmi? Ha. Hem kunuyla ishingiz qiziqdi-ku o'zi. Alan charchagan paytda qanday es olasiz? Charchagan paytda albatta qilaman, albatta dichagina bir yarim soat nima dam olaman. Ha. Yana qilaveradi. Ushul ish menen es olasizmi degan o'yda aytqim keldi. Ha, shunaqa. Ha, kevrelar aytdi. Uyda nima qilsam o'zi baqay ishim bo'lmasa ham bir kelib ketaman deydi. Ha. Ya, zakazingiz bo'lsa kelib bu yerda yermak qilib, ha, charcho yaxshi-da, hunarli odam shunday. Hozirgi yoshlarga ne deydi dengiz? Shul kesib qolib boratadi-da, azayib boratadi. Buni qilish kerak, o'rganish kerak. Bu yo'qib ketyapti. Shuni aytdim-da. Yo'qib ketyapti. Endi hozirgi yoshlar dariqa darrov pul topsam deb qolyapti-yu, ammo kerak, hunar bu kerak. Qozon qaynaveradi. Hunarli bo'lib aytding, ha. Ha, bilmaydi. Shogirdlaringiz bormi? Chiqardingizmi? Yo'q, shogird yo'q hozir. O'z ixtiyorim kelgan yo'q-da. Ha, endi hozir nevaralarim bor edi, nevaralarimni chiqarmoqchi. O'zingizda nevarangiz emas, oildan, qo'shni oillardan kimdir birov kelib, meni ushul kasbga, buni videoni ko'rgandan keyin bir qiziqib bo'lib jurgandir, kasbga ustoz bo'ling desa, qabul qilasizmi? Xohlasa qilaman. Ha, to'g'ri. Yaxshi, hunaringiz bir kunday bersin. Salomat bo'lingiz. Jaloliddin aka, buni yerda bir cho'ng stanok deylik, uskuna deylik, qanday bu turadi? Niye bu? Bu malatok. Malatok, ha. O'sha elektrichka yuradigan quvaldundagi. Kuvalarni orada qo'lda urib yurmay, bu shu meni uralattirganding, ha. O'ta yaxshi ekan, ha. Buldagi sayozlik o'xshaydi. Sayyozdagi. İşte o 10 barobarga osonlashtiradi. Tezlatib beradi, ha. Ona Bütün işlerde bunlarda o'sha meni yeyib harakat qildingiz. Buni hali yanchib, buni tapalaqdan bunday urib nima qilib bergan. Ha. Yaxshi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ava, siz bu yerga bunda ish olib kelgan o'xshaysiz. Şahsiga bu ustani ko'pdan beri kelamiz biz. Ha, o'zingiz tanishtiring. O'zim Bemchinar aldan bu. Atijoningiz? Meni atim Absalam. Absalam ava, ha. Shundan ko'chib kelganmiz. Aha, yaxshi. Xudoga shukr, bu ustani atini bilmayman. 5 yildan beri kelaman. Ha. O naraqda 300 so'm baqsa, 100 so'm baqla. Ee. Bu adam Moldovay. Negiz bu ustachi.
Aytganingizda aytganday qilib. O'zimiz bilmagan o'zimiz o'tatam. Mananda qil, ananda qil debchi. Shuning uchun var ishni qilamiz shu odamga. Mesela bundan boshqa to'g'ri usta ko'p. Biz o'zda ayilda ham bor. Ularga borgan shu odamga qilamiz, taqsaqalga. Arsan qiladi, topatlı qiladi. Hozir bor odamga kaçtos kerak, liboy narsani. To'g'ri aytasiz. İlgari bo'lsa ko'targanmiz, qaya qilib, bitdi deb. Hozir ko'ngildagidek qilib berdi. Yo'q, hozir zil qiladi. Hozir nurga to'tadi o'zichi. Biz hozir desek, hozir desek yerga kirmay qoladi. Ko'proq ishimiz kerak bunda. İlgari kun tashlab ketdik, mana bugun keldi, mana 9 topdi tayyorda. 9 topdi. Biraz quloq solaylikchi. Bunun şişe ödü basmak. Ularda yeyiptir, biraz ko'rdik hozir. Yaxshi. Bu ustaning ishidan sizlar qaniqdingizlar-da? Qaniqqan uchun kelamiz. Misalga kim yaxshi qilsa shu yerga boramiz. Bitellerge sunuştaysiz ha? Sunuşta var kelip yoqqa bizda. Bizim bir bölükte var to'q. Mana yerda bu ayda 4 ta 5 ta var. Ha. To'q shunga kelamiz. Kuznes. Yaxshi. Yaxshi qilib, kan bo'g'ib, toplarga baraka beradi. Biz rozi bo'lib kelib ketamiz. Xizmatdan chiqarib dog'ib, erta kuz bo'lsa bilaklar gurcham olib kelib beramiz. Kapsan. Ey Allah razı olsun ha. Önörlü adam ölbeyt degen şurada. Assalamu alaikum baba. Aleykümselam. Jumuşunuzu жақсы atqarıpmı? Qanday deysiz? Endi yaxshi. Ha. Xudoga shukr. Şul adamdı birov aytib qoldi da kelib yurgan ekan, men daha kelib shularni olib keldim edi. Mana yaxshi qilib jasab qo'yibdir. Umrimiz uzoq bo'lsin deb qo'yvatam. O'shani o'zi jetadi. Ha, rahmat. Qo'li dard ko'rmasin. Bunday hozir men avama so'rab berdim-da. Bu önörlü jo'g'ilib boratat. Shagird olib o'rkindatatsam bajonadil deydi-da. Kelsinlar, o'zgatam deydi. Shagird chiqaram deydi. Şul insan şu yerda şunu qo'llanmaganda biz buni qayerga boramiz? Dag'in bir yerga izdeydi. Qo'ngshi oila hukumatdan kelibding ha. Mingishlardan keldik. Allah razı olsun. Mana Qadamjay Жаңылыктар YouTube kanalından bütün alam görüp bunu. Şu ayıldarımız, rayonumuz, Qadamjay rayonu, başka oblast rayonlarda görüp şu önörge qiziqqanlar bolsa, bu jergelemiz başka jerde şunu önörde örkündötken жақсы deb oylayım da. Tur aytdın mı? Ova. Hozir bularni ishga Alloh saqalga aytdim men. Meni atam shunda kuznets bo'lgan. Başım kuchli bo'lgan. Biz atamızın yolunu yolda olduk. Siz atamızın yolunu yolda olmuşsunuz. Kan boyası o dünya bu dünya. Sizde işinizde biz razı olup aytıp gitti olsun. Mahallede dağımdaki köp tap gelip duran. Dağap gelişet köp mü köp. Ana mı aldaşı olken bu adamlar. Ve şehitlikine suyunumda şükür kılam da. Erteden ki kendisi erteden ki tayarda. Ve saat 8'de 9'da geldik mi? 9'da keldigide saat 1-2'ge keliyorum dedi. Az örs çalıp büttü dedi ben. Arkanda men o'ylayman, arkanda önörün arkasida adaldık, halallik Halallik turibdi. kerak da. Xudoga shukr. Kamtarin buni o'zingizdan sharqiy turkiy tilda aytganda kamtarin jo'sh mo'min kishi ekan. İşingizga baraka, Jaloliddin aka, ömrüngizga baraka. Siz Otangizlar vay razı olsun. Önörü örkünde o'sib jurat ekan, bu haligi sadaqai jariya deydi, atangizga cheyin so'g'ib borib turadi. Sizga qancha rahmat aytilsa, atangizga cheyin borib turadi. Allah razı olsun sizlerden. Sizlerga da cho'ng rahmat. Pul oqsoqolga kechayam aytdim. Ova. Biz pul versek sizga razı olup beremiz da bu. Alhamdulillah. Shunda barakadan To'g'ri aytasiz. qimilni bersek baraka bo'ldi dedi. Biz rozchiligimiz bilan sizga tek kapsana olib kelib beramiz dedi. Bo'ldi kadar. Salomat Keliyoringizlar dedi da. Önör yaxshi. Önör yaxshi. Ham bo'lasiz, yaxshi.